Mana shu avtomobilni birini yutib olishga nima yetsa, mana shu baxtli inson aynan siz bo'ling. Avtomobilni yutib oling, mazza qilib haydab yuring. 5+1 aksiyasi bilan birga, 10+3 aksiyasi bilan birga 200 rubl evaziga mana shu Captiva avtomobilni yutib oladigan payt keldi azizlar. Mana shu aynan siz uchun 5 dona qop-qora svetdagi Captiva avtomobil azizlar. Captiva'ning ashaddiy muxlislari shu yerga mislar azizlar. Ekranda ko'ringan WhatsApp raqamlariga aloqaga chiqadigan payt keldi azizlar. Uyinga ishtirok eting, avtomobilni yutib oling, mazza qilib haydab yuring. Avtomobillari 200 rubl evaziga, ya'ni 1 dona energetik yoki 1 dona shaurmani puliga azizlar. Mana shu avtomobilni aynan siz yutib olasiz. Uyinga ishtirok etadigan payt keldi, niyatda ash qilamiz azizlar. 355 dona общий prizimiz, 5 dona mana qop-qora svetdagi Captiva avtomobillar 200 rubl evaziga azizlar. 3000 rubllik, 2000 rubllik, 1000 rubllik va yangi turga biletlarni tashkil qiladi. Uyinga ishtirok eting, avtomobilni birini yutib oling, mazza qilib haydab yuring. Uyin aksiyasi bilan birga chiroyli azizlar. Ya'ni 5 dona bilet xarid qilsangiz 6 dona qilib yozib beraman. 10 dona bilet xarid qilsangiz 13 dona qilib yozib beraman. Uyinga ishtirok etadigan payt keldi. Ashaddiy akam bo'lasiz. Nomerdin kanalining ashaddiy muxlislari shu yerga mislar azizlar. Gazini bosamiz, uyinga ishtirok etamiz, avtomobilni birini yutib olamiz, mazza qilib haydab yuramiz. Siz qaysi mamlakatdan bo'lishingizdan qat'iy nazar o'yinga bemalol ishtirok eta olasiz. Rossiyaning uzoq shaharlari, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston, qayerdan bo'lishingizdan qat'iy nazar ekranda ko'ringan WhatsApp raqamlariga aloqaga chiqamiz. Salom bilet bormi deb yozamiz va barcha ma'lumotlarni shaxsingizni tashlab bergan holda savollaringiz bo'lsa, tushunmaydigan joylaringiz bo'lsa, yozishlaringiz mumkin. Barchasini shaxsingizni hammasini tushuntirib bergan holda barcha savollaringizga javob berib o'taman azizlar. Ana endi azizlar, avtomobillarning puliga keladigan bo'lsak, har biriga 5 dona qop-qora svetdagi Captiva avtomobillarining har biriga 700 ming rubldan beraman. 700 ming rublni shitira sanab beraman azizlar. Premyer efirda o'zida yo'q shaxsingizni telefon qilgan holda avtomobilni xohlasa karnay savdolar ostida avtomobilni shaxsingizni eltib topshiraman. Avtomobilni pulini xohlasangiz srazi kartangizga tashlab beraman yoki nalichka azizlar eltib topshiraman yoki pasportingizga dollar qilib ham tashlab beraman azizlar. Uyinga ishtirok etadigan payt keldi. Nimani kutyapsizlar azizlar? Qani endi ketdik video obzor avtomobillarga.